1060 so'm qarori uchun ajoyib imkoniyat. Ilmiy darajaga ega xodimlar uchun. Xalqaro ilmiy jurnallar tahrir hay'ati a'zosi bo'ling. Ilm-fan va ta'lim sohasidagi davlat tashkilotlarida ilmiy pedagogik va mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi ilmiy darajaga ega xodimlarga qo'shimcha haq to'lash tartibi to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 dekabrdagi 1060 so'm qarori bir ilovasiga muvofiq fan nomzodi yoki falsafa doktori ilmiy darajasiga yoki fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lgan xodimlarga ilmiy ommabop xalqaro jurnallar tahrir hay'ati a'zoligi uchun mualliflarga lavozim maoshiga nisbatan 30% gacha oylik qo'shimcha haq belgilash nazarda tutilgan. Asos tips leh.uz.start662181 arizalarni ko'rib chiqish muddati 5-7 kun va jurnallar rasmiy veb-saytlarida 7 kun ichida e'lon qilinadi. Xizmat narxi: bir xorijiy tort 100 ming so'm, 2 milliy 200 ming so'm. Murojaat: Usmonov Maqsud aloqa uchun 9989194713 tort bizning guruh tips me patent maqola Xtopus